Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti mas'ul xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor tadbir amalga oshirildi. Aniqlanishicha, 1997-yilda Sirdaryo viloyati Guliston tumanida tug'ilgan fuqaro 2001-yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, o'zini yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali haydovchilik guvohnomasini rasmiylashtirib berish imkoniyati borligini aytib, buning evaziga $500 miqdorida pul talab qilgan. Olib borilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi Guliston shahri 2-mavzeda joylashgan 5-sonli umumta'lim maktabining orqa hududida oldindan kimyoviy ishlov berilgan $400 hamda 1,2 million so'm miqdoridagi pul mablag'ini olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan xolislar ishtirokida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.